Assalomu alaykum. Hozirgi kunda eng ko'p bizga murojaat qilgan bemorlarimiz gepatitlar ko'proq bo'lyapti. Osteoxondroz, suyak yemirilishlari, ayollarimizda eroziya, mioma, kistalar shu kasalliklar bilan ko'proq ishladik. Rezultat olgan kasalliklarim tromblarni ochish, masalan, yurak kasalliklar protezga olib borishib, suyak yemirilishiga olib kelgan kasalliklar ko'proq 24 kun, 14 kun mobaynida klinikamizda yotqizilib, davolab, yaxshi rezultatlar bilan, natijalar bilan bemorlarimizni kuzatib qo'yamiz. Sharqona tabobat noan'anaviy usulda izlandim. O'zimda akusherlik sohamni ham buni ichida olib bordim. Tabobat akademiyasini bitirdim. Har bitta giyohlar bilan ishlashni o'rgandim. Birinchi yordam berish sharqona noan'anaviy usulda deganim ochlik bilan giyohlar bilan davolash. Maqsadimiz bunda bemorlarimiz hech qachon och qolmaydi. Ochlik deganda bu 32 xil, 35 xil giyohdan tayyorlangan malhamimiz bor. Shu malhamlar orqali bemorlarga ham kasalligini davolabgina qolmasdan bo'layotgan kasalliklarini oldini olish. Sharqona tabobat usuli deganimda Huayan kompaniyasining zinda apparatida tashxis qo'yaman. Birinchi bo'lib kaftda hamma nuqtalarimiz joylashgan. Shu kaftdan qayerda qanaqa organlarda nuqtalari joylashgan, shu orqali diagnoz qo'yaman. Bu diagnozim sujok terapiya deyiladi. Odamni barmog'iga apparatimizni bitta 3 simini qo'yib, bitta barmog'i o'zimda qoladi. Bemorimizni boshidan boshlayman. Bitta qo'limda barmog'imda qo'yib, mana shu diagnoz qo'yib ketaveraman. Masalan, davleniya, cherepniy davleniyani ham hatto aniqlasa bo'ladi. Ko'zidagi zreniyani pastligi, parda borligi, yo'qligi hammasi aniqlanadi. Burundagi allergiyalarimiz, gaymarit, burun bekilishigacha, burundagi muammolarni ko'rib ketiladi. Tishlarni kavagigacha, kasal tishlarimizgacha ko'rinadi. Bunda mana shunday qilib tomoqdan, buqoqni bilishim mumkin. Bosh barmoqdan diagnoz qo'yishni boshlasak, mana ikkala oyog'imiz, ikkala qo'limiz bo'ladi. Biz birinchi bo'lib hatto cherepniy davleniyagacha aytib beramiz. Hammasi yozilib, ko'rsatilib ketgan. Agar boshingizda muammo bo'lsa, kaftdan shu barmog'ingizni ushlab, boshdagi muammoni davleniyangiz bormi, yo'qmi, balandmi, pastmi, hammasini ko'rib sizga xohlaysizmi, xohlamaysizmi aytib berishga majburmiz. Boshlab aytib ketamiz. Boshingizda shu davleniya kasalligingiz bor ekan yoki o'ta ham davleniyangiz past ekan deb aytishimiz mumkin. Ko'zingizda yoki zreniya past, uzoqni ko'ra olmaslik, shoh pardalar shamollagan, burunda allergiya kasalliklaringizni, gaymaritingizni aniqlab ketishimiz mumkin. Og'zimizda mulklar shamollasa, tishlardagi kavaklar, bularni ham bemalol aniqlab ketamiz. Mana jigarni kafti bu tarafdan ko'rsa bo'ladi. Jigarimizni holatini shunda aniqlab berishim mumkin. Ozgina tushgandan keyin oshqozon osti bezi, o't pufaygi, yo'g'on ichaklarimiz joylashgan. Mioma kistalarni aniqlash uchun mana bu joyimizda bachadon joylashgan, bachadonni nuqtalari joylashgan. Tuxumdonlarimiz mana bunga qarasalaring ham bo'ladi. Masalan, bo'yindagi osteoxondrozlarni bilish uchun mana shu kaftdan yurg'izilib boriladi. Prostat erkaklarda hozir muammo bo'lib ko'p bo'layotgan kasalliklarimiz prostata bezini shamollashga mana bu yerdan ko'rsa bo'ladi. Kaftimizni orqa tarafida buyraklarimizni ko'rsa bo'ladi. Hatto tosh borligi, yo'qligigacha aniqlab beradigan apparatimiz. Oshqozon osti bezini mana bu joyda ko'rsak bo'ladi jigardan keyin. Shu usulda bemorlarimizga sujok terapiya orqali bemalol 100% diagnoz qo'yib, shu diagnozlar orqali nuqtalar bilan davolab ketiladi. Bu kasalliklarimizni agar o'zi boshqa joydagi tashxis, o'zi apparatlarimiz, masalan, MRTlarga borib bemalol solishtirsangiz 100% to'g'ri chiqadi. Undan ham kuchliroq natija beradi. 22 yillik tajribamdan kelib chiqib, bu apparatdagi bu nimalar bemorlarni solishtirib juda ham ko'p rezultat olganmiz. Har doim o'zimiz shu apparatimizga ishongan holda
doim yutib chiqamiz boshqa uzi apparatlardan tashqari. Yuragimiz joylashgan bu barmog'imizni sal pastrog'ida mana yurakdagi nuqsonlar, yurakdagi pulsni pasayishi, taxikardiya, pulsni balandligi, miokardiya shunga o'xshash kasalliklarni aniqlab aytib berib ketishimiz mumkin. Jigarimiz mana shu kaftda joylashgan bo'lib, o'ng tarafdan boshlab qaysi tarafda siz masalan ko'p alkogol ichimliklar, energetik ichimliklarda jigarimiz albatta ziyonlari ko'proq, antibiotiklarda ziyonlangan bo'lsa ham kaftdan jigarni bemalol ko'rib ketishimiz mumkin. Jigarni yonidan keyin oshqozonimiz, yo'g'on ichaklarimiz joylashgan. Mana kaftni o'rtalarida gijjalarni har xil turini aytib bera olamiz. Gijjalarimiz borligi, qabziyat borligi, bulargacha ham bemalol ko'rib aniq diagnoz qo'yib bera olamiz. Keyin jenskiy kasalliklarga kelsak, tuxumdonlarimiz joylashgan joylar kaftni ikkala orasida bo'ladi. Mana bachadonimiz, mana tuxumdonlar. Poliartrit, mana oyoqlarimizni ko'rib bo'g'im kasalliklarni aytib berishimiz mumkin. Hatto varikozgacha, suyak yemirilishgacha ko'rib bemalol aytib bera olamiz. Qo'llarimiz ko'riladi. Hatto tovoningizni yorlig'i, tuz to'planishigacha ko'rsatib qo'ygan, aytib bera olamiz. Kaftimizni o'ng bu tarafini qilib buyraklarni ko'rishimiz mumkin. Buyraklarda shu toshlar bo'lsa, o'tpagimizda loyqalanish toshlar bo'lsa, mana buyraklarimiz kaftimiz orqa tarafida joylashgan. Mana barmoq orqa tarafda, hatto beldan bu tarafga qarab yurilganda hattoki grijani aytib berishimiz mumkin. 3 ta yoki santimetrgacha to'liq chiqarib bera oladi bu apparatimiz. Erkaklarni qiynab kelayotgan prostata shamollashida ikkala barmog'imiz xuddi ayollarimizga bachadon qo'yilgandek prostata bezini shamollashini ko'rib aytib bera olishimiz mumkin. Toshlarga kelsak, buyrakdagi toshlar qo'llarimiz o'sha buyrakka qo'yilganda yopishadi. Shu tosh apparatga yopishib ko'rsatib beradi. Toshlar borligini ham bemalol ko'rib aytib bera olamiz. Bu diagnoz tashxisini qo'yib bo'lgandan keyin bemalol UZI apparatlarga borib tushib kelsangiz bir xil ko'rinishda, hattoki undan ham kuchliroq rezultat bilan ko'rinib aytib bera olishimiz mumkin. Yana bir narsani ko'rsatib o'taman. Tizza bo'g'im kasalliklariga masalan mana qo'yiladigan narsalar. Shu kasalliklar orqali ignoterapiya qilinadi. Shu nuqtalarga lecheniyamiz 14 kun davom etadi. Har bitta kasal 150 tadan ortiq kasalliklarda nuqtalari belgilangan. Asosan bekorga sharqona tabobat usuli demayapman. Shu sharqona tabobat usuli orqali ignoterapiya, elektroforez, fizioterapiya orqali bemorlarga shifosini, rezultatini olib beramiz. Sizlarda ham shu kasalliklar bo'yicha muammolar bo'layotgan bo'lsa, bemalol ekrandagi raqamlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizda kelib, xuddi sizni ham shu kaft orqali, sujok terapiya orqali sizni diagnozingizni qo'yib, kasalligingizga shifo topishingizga, yana boshqa kasalliklaringizni oldini olishiga yordam beramiz.